Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomiz Line-betdan xatosi ro'yxatdan o'tishini tushuntirib o'taman. Kiramiz. Bu yerda kirish, ro'yxatdan o'tishga o'tamiz. Bu yerda bir bosqichdan ro'yxatdan o'tamiz. Tez va oson. Bu yerda birinchisini mamlakat deyapti. Qaysi mamlakatda bo'lsangiz, ikkinchisi qaysi mamlakat belgilaganingizdan keyin pulni kiritasizlar. Bu yerga promokod degan joyiga qisqasi barchasini to'ldirib chiqishlaringiz kerak bo'ladi do'stlar. Promokod degan joyga xuddi shunday kiritasizlar. Bu yerga bonus tanlang deyapti. Sport, kazino ikkalasidan birini tanlaysizlar. Bu yer petichka qilamiz. Barchasini to'ldirib bo'lganlaringizdan keyin bu yerga o'tamiz. Buni do'stlar belgilaymiz. Bu yerda kapchadan o'ting deyapti. Mana xuddi shunday chiqib qolsa, mana bu yerni bossalaringiz alohida chiqish kerak. Mana xuddi shunday. Mana tepada nimani belgilash aytib qo'yilgan o'zi. Mana do'stlar, akkauntga ham kirib oldik. Buni galereyangizga saqlab qo'ying, login bilan parolingiz. Agar chiqib ketgudek bo'lsa, bemalol kirishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Bu yerda eng pastda mana burchakda menyu turibdi. Shunga o'tamiz. Bu yerda keyin tepada ID, shaxsiy ma'lumotlar deyapti. Bu yerdan shaxsiy ma'lumotlar ustiga bosamiz. Bu yerdan qalamchani ustiga bosamiz. Bu yerda pasportingiz haqida nima aytilgan bo'lsa, barchasini to'ldirib chiqasizlar o'zingiz haqingizda. Keyin mana saqlash tugmasini bosasizlar do'stlar. Mana bu yerda o'zingizning ism familiyangiz chiqadi keyin bemalol hisob to'ldirishga o'tsalaringiz ham bo'ladi. Mana kulchga o'tamiz. Bu yerda mana hisob chiqarish, mablag' hisob to'ldirish, mablag' chiqarish ikkalasi yonma-yon turibdi do'stlar. Mana bu yerda gamis o'yinlari, kazino, sport uchalasi yonma-yon turibdi. Qaysiga kirib o'ynasalaringiz ham bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Hammaga rahmat.